Devorlar o'pirilib tushyapti. Shunchalik sassiq hidiga chidab bo'lmaydi. Ag'darilib ketadigandek tuyulyapti hozir menga. Umuman hamma narsa sifatsiz. Ne orzular bilan yangi uyga ko'chib o'tsangiz, ammo bu uyda sizni bitmas muammolar kutib tursa, qanday holatga tushgan bo'lardingiz? Bejizga bu savolni bermadim, chunki Kitob tumani Yangiobod mahallasida joylashgan ikkita ko'p qavatli turar joy majmuasidan xonadon xarid qilgan fuqarolar bugun qiyin vaziyatga qolishdi. Sababi birinchi bo'lib sabablarimizdan bittasi bo'ladigan bo'lsa, bu kanalizatsiyamiz bizani toshib ketadi, ariqlardan suvlar oqib yotibdi, to'lib ketyapti. Mana ahvol. Shunchalik sassiq hidiga chidab bo'lmaydi. Bu yerga yashash qiyin, yangi dom. Mana domimiz 1 yil bo'lgan, mana bu nurab ketgan. Mana tiltalar qo'parilib ketyapti. Devorlar o'pirilib tushyapti. Kim qaraydi bunga? Shirkat bormi? Hokimiyat bormi? Qani qurgan odamlar? Kelsin bu yoqqa. Bir tekshirsin. Musor oqyapti mana, kanalizatsiyaning musori. Kim qaraydi bunga? Bizga kanalizatsiyani taxlab bersin. Nurab tushyapti devor, kachisi yo'qda. Kachisi bilan qilish kerak. Lubo odam qiladi uni, buni shuab ketishdi. Buni ahvoli qaraydi buni. Domni o'zidan ham odamlar qo'rqib turibdi nurab tushishini. fuqarolarning ta'kidlashicha, bolalar o'yingohi ham bugungi kunga kelib talabga javob bermaydi. Buning isboti sifatida bu yerda o'rnatilgan arg'imchoqlar sinib, yaroqsiz holga kelib qolganligini guvohi bo'ldik. Mana kachulalarimiz shunchalik sifatsizligi uchun sinib tushdi. Ahvoli ko'rib turibsiz. Bolalarimizni umuman chiqara olmaymiz. Umuman hamma narsa sifatsiz. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bizga misol uchun sotgan mas'ullarni chaqiramiz, hech kim bo'yniga olmaydi. Bir-biriga soladi, hozir boradi, mana boradi, ana boradi. Mana shu ahvol. Biz endi domda yashaymiz, ilojimiz yo'q bizning. Bolalarimiz hovlida o'yna olmaydi. Lekin chuqurlikni ko'ring. Kim bolasini, kim farzandini mana shu chuqurlikka qo'yib yuboradi misol uchun. Umuman hamma jihatdan bizning planshatamiz talabga javob bermaydi xullas. Mana yangi domlarga gaz balon olib kirgan biza. Gaz balon olib kirish mumkinmi domga? Portlasa, texnik nosozlik bo'lsa, butun dom aziyat chekadi. Bunga javobgar bir nima qarayotgan odam bormi bunga? Nima uchun gaz balon olib kirgansizlar? Sharoit yo'q. Qiynalganimiz uchun gaz balon olib kirgan biza. Gaz beramiz, berni sotishgan. Yo'q, lekin gaz yo'q. Bundan tashqari muammolarimiz mana kanalizatsiyamiz hali aholi 10% ko'chib kelmasdan ko'rdiz o'z vaziyatda oqayotibdi suv hammasi zaklab ketgan. Mana ikkita domni qo'shilgan joyda oralar katta-katta ochiq, qiyshayib yotibdi. Ertaga zilzilalarga, bunaqa nimalarga dosh bera olayotganmi? Aholi qanaqa qilib mana shu joyga farzandlari bilan, bolalari bilan qo'rqmasdan yashayapti? Bu odamning hayoti uchun xavfli-ku. Buning uchun kim javob beradi? Mana sifatsizligini qaranglar. Bir tortsam hamma kafel birdaniga ag'darilib ketadigandek tuyulyapti hozir menga. Xo'sh, bu muammolar yuzasidan mutasaddilar qanday izoh beradi? Nasib bo'lsa 10 kunda bartaraf etishga harakat qilamiz. Muammolarni kelib o'zim nazoratda qilib turaman. Hech kimga, aholiga hech qanaqa muammo keltirganim yo'q, hech qanaqa zarar. Tashqi fasodda buzilganmi? Kanalizatsiya masalasini, suv masalasini, nima masala bo'lsa, masalan qilib beramiz. O'yingohchi? O'yingohda ham qilamiz. Nima qilib berasiz o'yingoh? O'yingohda mana singan boshqa narsalarni qilib beramiz. Doimgidek biz mana shu ikkita ko'p qavatli turar joy muammolarini o'z nazoratimizga olamiz va masalalar ijobiy yechim topmaguncha bu hududga takror va takror kelaveramiz.